Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Uzr, aznavez taqib qo'ydik sizlarni. Yana vitamin mahsulotini olib kelyapmiz sizlarga, opa. Opa, buni qaysi farzandingizga ichirgansiz? Mana shu. Opa, buni ichirishdan oldin nima muammolari bor edi? Ishtahasi yaxshi emas edi. Aha. Ishtahasi yaxshi emas edi-da, keyin nima, uyqusi yo'q edi. Xarxasha jizzaki bolacha edi-da. Shundoq ichiramiz, уже 5-kun kelibdi-da. Abdullajon, qara nima bo'lsa aytasan menga balam deb bunga tayyorlab qo'yuvdi. Уже shundoq bir haftadan keyin gijasi ham yo'q deb o'ylaychidim. Nimalarga olib boruvdim? Yo'q, bolachangiz sog'lom, yaxshi deychidilar-da. Baribir ishtahasi yo'qligi uchun kechalari o'sha uyqusi yaxshi emas edi. Obedga umuman uxlata olmaychidim. Bir hafta ichibdi, уже shuna uyquchan, yaxshi, obedga uyqulari. Gijasi yo'q deb o'yladim, shundoq tushib kelibdi-da. Ko'z bilan ko'rdingiz? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Shundoq mayda o'sha qopchalariga doğru tushib kelayotgan. Keyin o'sha nima ham Og'abek degan nima menga ma'lumot beruvlar-da, aloqaga chiqib o'sha yigitga ham rahmat aytaman. Juda ham menga nimada dehqonchasiga zo'r tushuntirdilar-da. Oling opa, imkoniyatim yo'q edi-da, hozir ololmaychidim. Shunchaki qiziqib telefon qilganman o'zida. Keyin aytibdilar-ki, oling, o'zimni nimalarimga ham ichirganman, shunaqa natijasi zo'r bo'ldi deb aytibdilar-da. Nima bo'layotgan, olsammi yo'qmi deyman deb o'ylab turib, bujonsi bilan eshitib turamiz. Keyin ha olaylik deb u kishini gaplariga nima quloq solaylik-da, yaxshi ma'lumot berdilar-da. Oldi qochdi gaplar qilmadilar. Keyin onlik ichirdik, уже bir haftaga shunaqa nimasini ko'ramizda, bor ekan-ki dedik-da keyin. Bir hafta sezdingiz? Bir haftaga уже nimasi gijasi yo'q deb o'ylaychidim. O'zi bunaqa injiq-bachcha terib yechidi-da, akkuratniy, toza nimalar. Oyam bunaqa bo'lsa yemayman deb qo'yaychidi. Shunaqa yop, nima qilibdi, ichibdi. Chopib borib nima qilamiz? Qarayapmiz. O'zi kim tanishtirdimi sizga? Qayerdan ko'rdingiz buni? Instagramdan o'sha Shahnom G'iyosov o'zlari reklamalarini ko'rib qoldim. Keyin bunaqa nima deganlar-ki, buni biznes qilib qo'ydingizmi aka yo nimagami deganda, nima uchun bunaqa nimani yaratgansiz, kompaniya bunaqa dorilar ishlab chiqyapsiz deganlariga nima dedilar? Yo'q, birinchilikka u biznes uchun emas, bu o'zimning farzandlarimga bo'lgan mehrim, e'tiborim uchun. Birinchi farzandlar-ku baribir insonga. Nima uchun shunaqa deganlari uchun keyin ha dedim, baribir sportchimiz, anaqa masala kerak degan fikr keldi-da menga. Keyin xursand bo'lib, anaqa qildik. Bu xursand bo'lib qoldik ichgandan keyin. O'zi shu mana rezultat olibsiz. Rezultat ko'rgan inson sifatida nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz? Yo'q, bemalol mana qancha ota-onalar bor-da, farzand uchun ko'p ming mablag'i bo'lsa ham qancha nimalarga olib chopib yurishadi-da, har xil dorilar baribir farzandga insonni nina teqizgisi kelmaydi-ku, tabiiy. Ishtahasi ochildimi bo'lib, bola o'zi yedimi, oyog'i yaxshi bo'lib ketadi-da, yegan bachcha yaxshi bo'ladi-ku, har doim ham keyin nima olsinlar, shunaqa qiynalib, masalan, bolasini qaylarga ko'rsatmoqchi bo'lib yuradi-ku, qaysi shifokorga borsam, qaysi yaxshi ekan, nima qilsam yaxshi bo'lar ekan deb yurishadi. O'shalarga bemalol olib, tabiiy ichishga ham qiynalmadi. Bemalol olg'a Abdullajon, biz nima qilishimiz kerak? O'lchab qo'yganman devorlar nimalarini, bo'ylarini, vaznlarini tarozilarga tortib o'lchab qo'yganman. 2 santimetrga bo'y chizdilar, lekin nima bo'ladi dedilar-yu, tez bo'ladi dedilar-yu, lekin o'sha birdaniga bo'lgani yaxshi bo'ldi-da. Visolli, ishtahalari ochildi. Abidga ham uyqulari juda yaxshi. Uxlagin deb ketidan chopib yuradim, yo'q. Shuna uxlab qolibdi o'zi ham o'zi yaxshi. Zo'r. Yaxshi hammasi. Opa, katta rahmat. Ota-onalar o'zingizlar ko'rdinglar, real otziv eshitdinglar, mana farzandlaringiz iste'mol qildirganlar. Real otziv shu. Agar sizlarning ham farzandingizda shunaqa muammolar bo'lsa, olib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Hozir ishonchingizni shu o'rta olam.